Katyolumuz hakkında kısaca ma'lumot berib o'tadigan bo'lsak, katyolumuzni ichi deshi ham yeri 3 liklikdan tayyor. Assalomu alaykum hammaga. Biz Gurlan tumani birlashgan mahallasi Azzamaxshariy ko'chasi 19-uydamiz. Juma ekan uyinda. Bu uyimiz ham ko'mirdan tapini o'tirib topshirganmiz. Hamma materialni o'zlarimiz bilan ekib 1 yil garantiyasi bilan ishlab berganmiz. Esa ko'rib borasizlar, xudo xolasa ichanda tilgan ishlarni bir xil ko'rsatib o'tamiz. Bu uyimizda ham shuningdek zamonaviy 500 lik dur alyumin batareyalarımızdan koyup ishlab berganmiz. Uyimizda shu 12 tochka bo'ldi, 10 yerga batareya qo'yildi. Dalonlarimizga, garajimizga kattaroq bo'lgani uchun 20dan 2 yerga qo'yib berganmiz. Birinchi tochkamiz, dalonimizda bu ikkinchi batareyamiz. Spalnilarimizga katyoldan uzoqroq yerlarni 18 li 17 latib qo'yib berganmiz ki xonani katta kichikligine qarab. Odachi obratganimiz 32 lik 25 lik aralash bo'ldi. Demir sistemada kanalga 2.5 stenkada o'tirganmiz. Bu 3-batareyamiz. Zalimiz birimiz 4-batareyamiz. Birimize 25 lat bir yere qo'yib berganmiz. Odachi obratganimiz hammasini shu uklonlari avvalgi deyim samotyok ishlash uchun şu batareyalarimizni o'rnatgan vaqti batareyalarimizni ham biza uklon bilan qo'yamiz. Turbaning yo'nalishine qarab o'zi havo chiqib ketaveradi. Uyimiz polностью pishgan karavishdan bo'lgan, hammalarni shu xudo xolasa qo'ldan kelgancha yerlarni ham turban razmerida döşep ishlab berganmiz. 4-batareyamiz. Birimiz 5-batareyamiz. Spalnimiz birimizdan bir de aynası var ekan, aynani eshik etib ochib ertangi baniyati beramiz dedi. Shuning uchun aynani chetini aldana qo'ymayın, spalnining yoniga qo'yib berganmiz batareyamizni. Turbalarımızdan hammasini xudo xolasa shu turban razmerida döşkamiz. Döşklarimizni birgina ish o'rimizda shebin karavchi doğru yak qoldi. Uni olishning iloji bo'lmadi. Bo'lmasa qolgan yerlari hamma yerini iloji boricha shu turbaning diametrida döşib ishlab berganmiz. Bu 5-batareyamiz edi. Birimiz yana bir gap kelaversa dalonimiz hisoblanadigan, birimiz ham 18dan bir yere qo'yganmiz. Har doimgidek 90 graduslik bezovani yonib, rossiyskiy lazurniy kranikadan qo'yib ishlab berdik. 32 metr 32 lik, 86 metr 25 lik, 30 metr 20 lik ishlatib berganmiz. Bu 6-batareyamiz. Birimiz spalnimiz, birimize 17 lat bir yere qo'yib berdik. Sababi xonamiz katta. Turbalarimiz ham devordan ochiqliklarini 3,5-4 sant ochib ishlaganmiz. Bu 7-batareyamiz spalnimizdagi. Bu yana bir spalnimiz. Katyoldan kelib kelaverishda birinchi tochkamiz, birimizdan bir batareya qo'yib berdik 17 lat. Kuxnyamizga 16 lat bir yere qo'yib berdik. Bagi spalnimizni orqa tarafine qo'yib berganmiz buni. Bu 9-batareyamiz. Keyin banimiz ham bor edi, u yerimiz ham birini qo'yib berganmiz 10 latib. Keyin bu uyimizda ham shu Shovot tumanida o'zlarimiz ishlab chiqarib turgan 4 kitobli zakaznoy katyollarimizdan qo'yib ishlab berganmiz. Katyolimizni ko'rinishi 4 kitobli, nasoslarni ham qo'yib samotyok ishlash uchun kraniklarni ham qo'yganmiz. Katyolimizni yoqib qizdirib samotyok topshirganmiz. Morlarimiz 130 lik bo'ldi, yerdan balandligi 7 metr bo'ldi, o'zi 6 metr ishlatib berganmiz. Ventilyatorlarni ham, termodatchiklarni ham qo'yib ishlab berganmiz. Katyolimiz hakkında kısaca ma'lumot berib o'tadigan bo'lsak, katyolimizni ichi deshi ham yeri 3 liklikdan tayyorlangan, ishlarga rossiyskiy turbalar qo'yilgan. 4 kitobli. Katyolimizni boshqa katyollardan afzalliklari, biza ko'proq tavsiya etamiz buni. Vertniy goreniya katyollardan ya boshqacha bir katyollarga qaraganda buni yaxshi ansat. Misol uchun bir chelak yoqasimi, 2 chelak yoqasimi, odon, ko'mir, tappa hech narsa saylamaydi. Ko'mirni o'ntasini ham karavchatib quyib bersangiz yonaveradi. Hem bir chelak yoqib qo'ysiz, bir yerga ketasiz, ustuna добавка deb yana yoqaverasiz.
Aytib o'tganimdek, bu yerga ketgan material o'zlarimizdan bo'ldi. Ustaqisi, materiali, koteli, hamma narsasi 35 million so'm pul bo'ldi. Degan vaqtimizda 10 million so'm avans olganmiz. Bugun Xudo xolasa yoqib qizdirib, spechkatib topshirganmiz. Esa ko'rib kuzatib boraverasizlar. Kim shunday xizmatlar kerak bo'lsa, Xorazm va Qoraqalpog'iston Respublikasi bo'ylab hamma materialni o'zlarimiz bilan olib borib, 1 yil garantiyasi bilan ishlab beramiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling, hammaga rahmat.